Assalomu alaykum. Ijodkor yoshlar ko'rsatuvi yana siz bilan birga. Bugun maktabimizning xalq cholg'ulari bo'limi Qashqar rubobi sinfi o'qituvchisi Sohibjon Ahrorov va ularning o'quvchilari bilan birga bo'ladi. Sohibjon aka, bugungi ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Endi Qashqar rubobi sinfingiz haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Bizi Qashqar rubobi sinfimizda bugungi kunda 5 nafar o'quvchilarimiz tahsil olishyapti. Bularga mana shu Qashqar rubobini sir asrorlari, unda qanday ijrot mahoratlarini ularga o'rgatib kelyapmiz. Qashqar rubobining tovushi juda ham bizni milliy musiqamizga yaqin bo'lganligi uchun bunda o'zimizni milliy musiqa san'atidagi musiqalarni juda chiroyli, mohirona ijro qilish mumkin. Shunday musiqalardan biri mana To'xtasin Jaliyevni Sizni ayvon musiqasi. Bu musiqani bir necha xalqaro respublika ko'rik tanlovlarining g'olibi bo'lgan o'quvchimiz Umarjon Islomjon hozir ijro qilib beradi. Juda ham chiroyli ijro. Sohibjon aka, kelajakda oldingizga qo'ygan maqsadlaringiz to'g'risida ham og'iz gapirsangiz. Endi kelajakda juda maqsadlarimiz, juda katta maqsadlar oldimizga qo'yganmiz. Mana prezidentimiz ham bu musiqa san'atiga, cholg'u san'atiga juda katta e'tibor beryaptilar bugungi kunda. Yoshlar har bitta maktabda bitiruvchisi albatta qandaydir cholg'u asbobida o'zimizning mumtoz musiqalarni chalishligi kerak bo'lyapti. Shu nuqtai nazardan biz o'quvchilarimizni ko'proq kadrlarni yetishtirishimiz kerak, yaxshi kadrlarni. Xudo xolasa mana o'quvchilarimiz ham bugungi kunda bu yerni bitirib oliy o'quv yurtlariga harakat qilishyapti. Shu oliy o'quv yurtlarini bitirib yaxshi mutaxassislar bo'lib kelishadi, safimizga qo'shilishadi degan umiddaman. Rahmat Sohibjon aka. Kelajakdagi ijodiy faoliyatingizga muvaffaqiyatlar tilayman. Keling endi mana shu ikkala o'quvchingiz ijrosida birgalikda bir chiroyli asar ijro qilib berishsa.
Yaxshi, bolalarni birgalikdagi jo'rnovoz bo'lib ijro qilish mahoratini oshirishlik bularga juda ham katta kelajakda foyda beradi. Shuning uchun shu nuqtai nazardan hozir birgalikda Muhammadjon Mirzayevning Bahor vasi kuyini ijro qilib berishadi. Ijodkor yoshlar ko'rsatuvining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bizni kuzatishda davom eting.